Diqqat aholi uchun muhim xabar. Sovuqdan 3 kishi halok bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib, xabardor bo'lib turishni xohlasangiz kanalimizga hoziroq obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini ham bosib qoldirishni unutmang. G'arbiy Qozog'iston viloyatida qishki ob-havo sharoitida 3 kishi sovuqdan vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Nur Qirg'iz xabar berishicha, G'arbiy Qozog'iston viloyati Ichki ishlar departamenti matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, 15-dekabr kuni 3 nafar erkak bedarak yo'qolgandan so'ng ularning jasadlari topilgan. Ular Janibek tumanida 57 yoshli, Bokayorda tumanida 25 yoshli va Kastalov tumanida 35 yoshli shaxslar ekanligi aniqlandi. Shuningdek, Oqjayiq tumanida yashovchi 54 yoshli erkak tirik holda topilgan, lekin uning qo'l-oyoqlari sovuq urgani va hozirda u Uralsk shahriga olib ketilmoqda. Hozirgi Janibek tumanida yashovchi 59 yoshli fuqaro ham bedarak yo'qolganlar ro'yxatida. Uni qidirish ishlari qutqaruvchilar, harbiy xizmatchilar, huquq-tartibot idoralari va mahalliy hokimlar vakillari tomonidan olib borilmoqda deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.